Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Dokument 3 sonli qonun atrofida ko'pchilikni xavotirga solayotgan pensiya masalasi. Odamlar endi pensiyasiz qolamizmi? Stajim yetmasa nima bo'ladi? Ishlagan yillarim hisobga olinmasa-chi? Norasmiy ishlaganlar chaqasiz qoladimi deb so'rayapti. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, bugun 25 yoshda, 35 yoshda va 45 yoshda ishlayotgan har bir odamga tegishli. Men bu videoda vahima tarqatmayman. Men sizga oddiy tilda aniq misollar bilan kim xavf ostida, kim xavotir olmasa bo'ladi. Qaysi hujjatlarni hozirdan tekshirish kerakligini tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato ham keyinchalik pensiya tayinlashda katta muammoga aylanishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z huquqini himoya qila oladi. Avvalgi tartibda odamlar ko'pincha pensiya deganda faqat yoshga qarardi. Erkak 60 yoshga, ayol 55 yoshga yetsa pensiya chiqadi deb o'ylardi. Lekin amalda pensiya faqat yosh bilan belgilanmaydi. Eng asosiy masala bu mehnat staji, rasmiy ish badallar, ya'ni davlatga ko'rinib turgan mehnat faoliyati hisoblanadi. Odam 30 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin agar bu ish rasmiy hujjatlarda ko'rinmasa, pensiya tizimi oldida u 30 yil ishlagan odam emas, balki staji kam odam sifatida ko'rinadi. Oldin ko'pchilik mehnat daftarchasiga suyanardi. Mehnat daftarcham bor, tamom, pensiyam chiqadi deb o'ylardi. Haqiqatan ham mehnat daftarchasi juda muhim hujjat bo'lgan. Lekin hozirgi tizim borgan sari elektron bazalarga soliq to'lovlari, ijtimoiy badallar, rasmiy ishga qabul qilish haqidagi ma'lumotlarga bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi faqat men ishlaganman deyish yetarli emas. Siz ishlaganingiz davlat bazasida ham aks etgan bo'lishi kerak. 943 sonli qonun atrofidagi asosiy qo'rquv ham shundan kelib chiqyapti. Agar odamning staji tasdiqlanmasa, agar ish beruvchi uni rasmiylashtirmagan bo'lsa, agar ijtimoiy to'lovlar to'lanmagan bo'lsa, kelajakda pensiya hisoblashda bu davrlar tan olinmasligi mumkin. Eng og'ir holatda odam pensiya miqdori juda kam chiqishi yoki umuman yoshga doir pensiya o'rniga nafaqa darajasida yordam olishi mumkin. Mana shuning uchun men bugun kim chaqasiz qolishi mumkin degan savolga batafsil javob beraman. Bu yerda juda muhim narsani tushunib oling. Qonun oddiy fuqaroni jazolash uchun emas, tizimni tartibga solish uchun qabul qilinadi. Lekin qonun tartib talab qilsa, tartibsiz ishlagan, hujjatini yig'magan, rasmiylikka e'tibor bermagan odam ko'proq zarar ko'radi. Shuning uchun men hali yoshman, pensiyaga ancha bor demang. Pensiya muammosi pensiya yoshda boshlanmaydi. Pensiya muammosi siz birinchi ishga kirgan kundan boshlanadi. Birinchi navbatda norasmiy ishlaganlar xavotir olishi kerak. Masalan, bir odam 15 yil qurilishda ishlagan. Har kun ishga borgan, beton quygan, g'ishtargan, ustachilik qilgan, pulini naqd olgan. Ish beruvchi aka, hozircha rasmiy qilmaymiz, keyin qilib beramiz degan. Lekin mehnat shartnomasi yo'q, buyruq yo'q, soliq to'lovi yo'q. Ijtimoiy badal yo'q. Endi shu odam 60 yoshga yetganda men 10 yil ishlaganman desa, tizim unga qani hujjat deydi. Guvohlar borligi ham har doim yetarli bo'lavermaydi. Agar hujjat topilmasa, o'sha 15 yilning hammasi yoki bir qismi pensiya stajiga kirmasligi mumkin. Ikkinchi xavf guruhi bu ish haqi konvertda olganlar. Masalan, ayol kishi do'konda sotuvchi bo'lib 10 yil ishlagan. Rasmiy maoshi 20 million so'm qilib ko'rsatilgan, lekin qo'liga 4 million so'm olgan. Pensiya hisoblanganda tizim rasmiy maoshga qaraydi. Men aslida 4 million olardim degan gapni isbotlash qiyin. Natijada u ayolning pensiyasi kutilgandan ancha kam chiqishi mumkin. Odamlar ko'pincha bugun ko'proq naqd pul olishni foyda deb biladi. Lekin ertaga pensiya hisobida bu o'ziga zarar bo'lib qaytadi. Uchinchi xavf guruhi bu yakka tartibda ishlagan, lekin o'zini rasmiylashtirmaganlar. Masalan, tikuvchi opa uyida 20 yil kiyim tikkan. Mijozlari ko'p, daromadi bor, hamma mahallada taniydi. Lekin u o'zini yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tkazmagan, ijtimoiy soliq to'lamagan, daromadini rasmiy ko'rsatmagan. Pensiya tizim uchun bu 20 yil uyda o'tirgan davrga o'xshab qolishi mumkin. Bu juda achchiq. Lekin real hayotda shunday holatlar ko'p uchraydi. 4-xavf guruhi bu mehnat daftarchasida xatolik bor odamlar. Masalan, familiya bir joyda Karimova, boshqa joyda Karimova emi. Yana bir joyda eski familiya bilan yozilgan. Ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q. Korxona
muhri noaniq bosilgan, buyruq raqami noto'g'ri yozilgan. Bular oddiy ko'ringani bilan pensiya tayinlash vaqtida muammo tug'dirishi mumkin. Ayniqsa eski korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot topish qiyinlashadi. 5-xavf guruhi bu chet elda ishlagan migrantlar. Masalan, fuqaro 12 yil Rossiya, Qozog'iston yoki Koreyada ishlagan, pul yuborgan, oilasini boqqan, lekin o'sha yillardagi ish rasmiy shartnoma bilan tasdiqlanmagan bo'lsa, yoki davlatlari pensiya kelishuv doirasida hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilmagan bo'lsa, u yillar O'zbekistondagi pensiya stajiga kirmasligi mumkin. Bu yerda men chet elda qiynalib ishladim degan gap insoniy jihatdan to'g'ri, lekin huquqiy jihatdan hujjat kerak. 6-xavf guruhi bu fermer xo'jaligi, mavsumiy ishlar, dala ishlari xususiy xizmatlarda ishlaganlar. Ko'p odam paxta, g'alla, issiqxona, chorvachilik, bog'dorchilikda yillar davomida ishlaydi. Lekin ular mavsumiy ishchi sifatida chaqiriladi, pulini naqd oladi. Rasmiy ishga qabul qilinmagan bo'lsa, keyin stajni isbotlash qiyin. Ayniqsa ayollar orasida men 20 yil fermerda ishlaganman degan gap ko'p bo'ladi. Lekin hujjat so'ralsa, hech narsa topilmaydi. Endi kim xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bo'lsa, ish beruvchi siz uchun soliqlar va ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida to'layotgan bo'lsa, ish davringiz elektron bazada ko'rinayotgan bo'lsa, unda sizning holatingiz ancha xavfsiz. Lekin bu umuman tekshirmaslik mumkin degani emas. Men har doim aytaman, ishonch yaxshi, tekshiruv undan ham yaxshi. Ish beruvchi hisobchi xato qilishi mumkin. Sizning familiyangiz noto'g'ri kiritilishi mumkin. Ishga kirgan sanangiz kechroq ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun rasmiy ishlayotgan odam ham vaqti bilan ma'lumotlarni tekshirishi kerak. Misol keltiraman. Hasan aka 60 yoshga chiqdi. U 28 yil rasmiy zavodda ishlagan. Mehnat daftarchasi bor, arxiv ma'lumotlari bor, ish haqqi to'g'risidagi ma'lumotlar topildi. Bunday odamning pensiya olish imkoniyati yuqori, chunki hujjatlari tartibli. Endi boshqa misol. Dilshod aka ham 28 yil ishlagan, lekin 10 yil bozorda, 8 yil qurilishda, 5 yil taksida, 5 yil xususiy firmada norasmiy ishlagan. U ham hayotda mehnat qilgan, lekin tizim oldida uning tasdiqlangan staji juda kam bo'lishi mumkin. Farq mehnatda emas, hujjatda. Yana bir misol. Gulnora opa 25 yoshga keldi. U 12 yil maktabda ishlagan, keyin 12 yil uyda tikuvchilik qilgan. Maktabdagi staji rasmiy tasdiqlanadi. Lekin uyda tikuvchilik qilgan yillari ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, stajga kirmaydi. Agar u o'sha paytda o'zini yakka tartibdagi tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida rasmiylashtirib, belgilangan to'lovlarni amalga oshirganida bugun pensiya miqdori boshqacha bo'lishi mumkin edi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, har qanday ishlaganman degan davr avtomatik staj bo'lavermaydi. Staj degani bu qonun tan oladigan, hujjat bilan tasdiqlanadigan davr. Masalan, korxonada ishlaganingizni buyruq, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumoti, ish haqi qaydnomasi, soliq va ijtimoiy to'lovlar tasdiqlaydi. Agar bular bo'lmasa, sizning gaplaringiz tekshiriladi, lekin hammasi ham qabul qilinmasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, korxona yopilgan bo'lsa ham hujjatlar yo'qolgan degani emas. Ko'pincha odamlar zavod allaqachon yopilib ketgan, endi stajim kuyadi deb qo'rqadi. Aslida ko'p korxonalarning hujjatlar arxivga topshirilgan bo'ladi. Tuman yoki shahar arxivi, viloyat arxivi, tashkilotning huquqiy vorisi. Ba'zan yuqori turuvchi idora orqali ma'lumot olish mumkin. Lekin muammo shundaki, odamlar buni pensiya yoshga yetganda qidiradi. O'sha paytda vaqt qisqa, asab ko'p, navbat ko'p bo'ladi. Men maslahat beraman, hozirdan tekshiring. 3-nozik jihat, ayollarda bola parvarish davrlari. Ko'pchilik ayollar, men farzandlarimni katta qildim, bu stajga kiradimi deb so'raydi. Qonunchilikda ayrim hollarda bola parvarishi davri ma'lum chegaralarda stajga olinishi mumkin. Lekin bu ham hujjat talab qiladi. Bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, mehnat faoliyati bilan bog'liq ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni men 3 ta bola tuqqanman deyishning o'zi yetarli emas. Hujjatlar to'g'ri bo'lishi shart. 4-nozik jihat, o'qish davri. Ba'zi odamlar institutda o'qigan yillari stajga kiradi deb o'ylaydi. Boshqalar esa umuman kirmaydi deb o'ylaydi. Bu masalada davr, ta'lim turi, qonun amalda bo'lgan vaqt, hujjatlar va boshqa shartlar muhim. Shuning uchun har bir holat alohida tekshiriladi. Diplom, akademik ma'lumotnoma
kunduzgi yoki sirtqi ta'lim shakli, o'qish yillari aniq bo'lishi kerak. Agar siz pensiya hisobida o'qish davrim ham inobatga olinsin desangiz, diplomni yo'qotib qo'ymang, eski arxiv ma'lumotlarini oldindan tayyorlang. 5-nozik jihatim harbiy xizmat. Erkaklar orasida armiyada xizmat qilganman. Bu stajga kiradimi degan savol ko'p. Harbiy xizmat davri ko'pincha muhim hisoblanadi, lekin uni ham harbiy bilet, chaqiruv va bo'shatilish sanalari tegishli ma'lumotnomalar bilan tasdiqlash kerak. Harbiy biletda sana o'chib ketgan, yozuv noaniq, familiya xato bo'lsa oldindan tuzatish kerak. 6-nozik jihat, elektron bazadagi xatolar. Bugun ko'p narsa raqamlashtirilgan. Bu yaxshi, chunki ma'lumot tez topiladi. Lekin elektron bazaga eski davrlar to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Masalan, siz 1935 yildan 2005 yilgacha ishlagansiz. Mehnat daftarchangizda bor. Lekin elektron tizimda faqat 2010 yildan keyingi ma'lumot ko'rinadi. Bu darhol staj yo'q degani emas. Lekin siz qog'oz hujjatlarini saqlashingiz kerak bo'lsa, arxivdan tasdiqlatishingiz shart. 7-nozik jihat ish beruvchining qarzi. Ba'zi korxonalar xodimni rasmiy ishga olgan bo'ladi. Lekin soliqlarni to'liq yoki o'z vaqtida to'lamagan bo'lishi mumkin. Bu holatda fuqaro aybdor bo'lmasligi mumkin. Lekin pensiya hisobida muammo chiqmasligi uchun ma'lumotlarni aniqlashtirish kerak. Agar ish beruvchi sizni rasmiy ishlatgan bo'lsa, ish haqingizdan ushlanmalar qilgan bo'lsa, lekin o'zi to'lovlarni o'tkazmagan bo'lsa, sizda talab qilish huquqi bor. Bunday vaziyatda soliq organlari, mehnat inspeksiyasi, sud tartibi masalalari paydo bo'lishi mumkin. 8-nozik jihat. Familiya, ism, otasining ismi o'zgarishi. Ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya almashadi. Ba'zan mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya, diplomda boshqa yozuv bo'ladi. Agar bog'lovchi hujjatlar bo'lmasa, pensiya jamg'armasi savol beradi. Bu hujjatlar bitta odamga tegishlimi? Shuning uchun nikoh guvohnomasi, ajrim haqidagi hujjat. Familiya o'zgarganini tasdiqlovchi ma'lumotlar juda muhim. 9-nozik jihat. Nogironlik pensiyasi va boquvchisini yo'qotganlik holatlari. Ko'pchilik faqat yoshga doir pensiya haqida o'ylaydi. Lekin hayotda kutilmagan holatlar ham bo'ladi. Agar odam kasallik yoki baxtsiz hodisa sabab mehnat qobiliyatini yo'qotsa, nogironlik bo'yicha ta'minot masalasi paydo bo'ladi. Agar oilaning boquvchisi vafot etsa, farzandlar yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolari boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lovlarga murojaat qilishi mumkin. Bu holatlarda ham ish staji, rasmiy daromad, hujjatlar juda katta ahamiyatga ega. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Unda ishga qabul qilingan sana, bo'shagan sana, buyruq raqami, korxona nomi, muhr va imzolar bor yo'qligini ko'ring. Har bir yozuv tushunarli bo'lishi kerak. Agar biror joyda yozuv noaniq bo'lsa, o'sha tashkilot hali faol bo'lsa, darhol kadrlar bo'limiga murojaat qiling va tuzatish kiritishni so'rang. Ikkinchi qadam. Elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Davlat xizmatlari markazi, MyTokokov, Uz portali, soliq organlari yoki pensiya bilan bog'liq xizmatlar orqali rasmiy ish davrlaringiz ko'rinayotganini aniqlang. Agar siz rasmiy ishlayapman deb o'ylasangiz, bazada ma'lumot chiqmasa, bu jiddiy signal. Ish beruvchidan mehnat shartnomangiz nusxasini, ishga qabul qilish buyrug'ini, ish haqi va to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni so'rang. Uchinchi qadam, ish beruvchidan hujjatlarni oling. Menga kerak bo'lmaydi deb yuravermang. Ishga ketganingizda mehnat shartnomasining bir nusxasi sizda bo'lishi kerak. Ishdan bo'shaganda buyruq nusxasi. Mehnat daftarchasidagi yozuv, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni olishga harakat qiling. Ayniqsa eski korxonadan ketayotgan bo'lsangiz, keyin olaman demang. Keyin korxona yopiladi, hisobchi ketadi, arxiv yo'qoladi. Siz esa ovora bo'lasiz. 4-qadam, arxivga murojaat qiling. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga yozma ariza bering. Arizada to'liq ism, familiyangizni, tug'ilgan yilingizni, ishlagan korxonangiz nomini, taxminiy ishlagan yillaringizni, lavozimingizni yozing. Iloji bo'lsa mehnat daftarchasidan nusxa, eski guvohnoma, maosh varaqasi, buyruq nusxasi kabi dalillarni ilova qiling. Arxiv ma'lumotnomasi pensiya tayinlashda juda foydali bo'lishi mumkin. 5-qadam, norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bugunoq vaziyatni o'zgartiring. Ish beruvchiga mehnat shartnomasi tuzishni so'rang. Agar u kerak emas, shunaqa ishlayveramiz desa, bilingki, siz bugungi qulaylik evaziga ertangi pensiyangizdan ayrilyapsiz. Agar o'zingiz xizmat ko'rsatayotgan bo'lsangiz,
o'zini o'zi band qilish. Yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa qonuniy shakllarni o'rganing. Qaysi shakl sizga mos kelishini soliq idorasi yoki davlat xizmatlari markazidan aniqlang. 6-qadam, hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Pasport nusxasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, mehnat shartnomalari, buyruq nusxalari hammasi tartibli turishi kerak. Hujjat yo'qolganda odam faqat qog'ozni yo'qotmaydi. U o'zining yillar davomida qilgan mehnatini isbotlash imkoniyatini ham yo'qotadi. 7-qadam, pensiya yoshiga 5 yil qolganda emas, kamida 10 yil oldin tekshirishni boshlang. Chunki ayrim hujjatlarni topish oylar, ba'zan yillar talab qiladi. Arxiv javob kutadi. Korxona huquqiy vorisini topish kerak bo'ladi. Sud orqali faktni tasdiqlashga to'g'ri kelishi mumkin. Agar siz buni oldindan qilsangiz, pensiya yoshiga kelganda qo'lingizda tayyor hujjat bo'ladi. 8-qadam, agar rad javobi olsangiz, jim qolmang. Pensiya tayinlashda sizga ma'lum bir davr stajga kiritilmadi deyishsa, yozma asos so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Nima uchun kiritilmadi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qanday tartibda e'tiroz bildirishim mumkin deb so'rang. Kerak bo'lsa, yuqori turuvchi organga, mehnat organlariga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Huquqni talab qilish uchun avvalo rad etish sababi qo'lda bo'lishi kerak. 9-qadam, yaqinlaringizni ham ogohlantiring. Ayniqsa ota-onangiz, opa-singillaringiz, uka-ukalaringiz, chet elda ishlayotgan farzandlaringizga ayting. Ko'pincha bitta oilada bir kishi hujjatlarni tartibga solsa, boshqalarning ham muammosi oldindan hal bo'ladi. Migrant farzandlar men pul yuboryapti, shu yetadi deb o'ylamasin. Rasmiy ish, shartnoma, sug'urta va davlatlararo hujjatlar bo'lmasa, kelajakda pensiya masalasi og'ir bo'lishi mumkin. Bugungi mavzuning eng asosiy xulosasi shuki, pensiya masalasida eng katta xavf yoshda emas, hujjatsizlikda. Rasmiy ishlagan, to'lovlari ko'ringan, staji tasdiqlangan odamning imkoniyati kuchli. Norasmiy ishlagan, konvertda maosh olgan, hujjat yig'magan, arxivni tekshirmagan odam esa ertaga men shuncha yil mehnat qildim, nega pensiyam kam deb qolishi mumkin. 903 sonli qonun atrofidagi gaplar bizga bitta narsani eslatyapti. Endi har bir fuqaro o'z mehnat tarixini nazorat qilishi kerak. Ish beruvchi nima qilyapti? Soliq to'lanyaptimi, staj ko'rinyaptimi, hujjatlar joyidami? Bularning hammasi sizning kelajakdagi daromadingizga bevosita ta'sir qiladi. Pensiya bu sovg'a emas. Bu yillar davomida rasmiy mehnat va to'lovlar orqali shakllanadigan huquq. Agar sizda mening stajim yetadimi? Norasmiy ishlagan yillarim nima bo'ladi? Arxivdan qanday hujjat olaman? Migrant sifatida ishlagan davrim hisobga olinadimi? degan savollar bo'lsa, izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, rasmiy yoki norasmiy ishlayotgan tanishlaringizga yuboring. Chunki bugun bilib qo'yilgan bitta ma'lumot ertaga butun oilaning pensiya muammosini oldini olishi mumkin.